pikaplarning ichida eng bahaybati bo'lgan Ford F250 Super Duty sotuvga yetib keldi. Motori bo'lsa 7.3 benzinoviy. Bilasizlar, har doimgidek Uzcasar jamoasi birinchilar qatoridan bo'lib o'zimizni O'zbek auditoriyasi Amerika Qo'shma Shtatlarida ishlab chiqarilgan eng katta pikaplarni sotuvini boshlab, albatta birin-ketin yetkazayotgan o'zimiz bo'lamiz. Bugun sotuvga bahaybat keldi borku. Motori ham 7.3 benzinoviy. Ko'rinishlarni bitta ko'rsatib o'tib ket. Ama oldinlarni qaranglar, letlar, lupalik faralarda, lupaliklar ham adaptivniy, mana richaklarni ko'rsatib ketdim. Usulli bamper, usulli rama bo'ladi bu. Oldida Ford Radar. Keyin motor haqida ozgina ma'lumot berib o'tib ketamiz. Qadrdonlar 607, 608, 7.3 motorda keladi. Bu 7.3 eng oxirgi, eng katta motor bo'ladi. Godzilla motor deyiladi. Bu V8 va obrazli motor bo'ladi. 430 ot kuchiga ega, 657 Nm bo'ladi. Bahaybatligini qara buni. Bizning shuni paroklarni qara, ukam, chiqib turishini. Bitta zo'r narsani ko'rsataman. Rashid Bosfor, Bakovoy chiqib kirishini qaragan. Keyinda bitta hadovoyni ham ko'rsatib ketamiz-ki, har doim men qaytaraman, amerikanskiy pikaplarda usulli rama deganda mana yana hadovoyga qo'shimcha ulagan bo'ladi ramani. Richaklarni ko'rsatib ketgan bitta. Haqqona amerikanskiy pikaplarda usulli rama keladi, sababi buni haqiqatan ham ishlatishadi, jonini olib bor-ku. Alloh hammaga yetkazsin, ichiga ham o'tirib oldi, ichida keregidan ortiq komforti. Hop, head-up display bor, multi-rul, adaptivniy cruise control, har doim qaytargan Pony elektropaket, даже rullar ham adaptivniy, sidena pamyat, bioakustikada bo'ladi. Sidenalarimiz ventilyatsiyaga chon bor, rullarida abagrefi bor. Bu kanadskiy spetsifikatsiya bo'ladi. Keyin pedallar ham borib keladi. Endi shunaqa komfort ko'pki, navoroti bittalab aytib beradigan bo'lsa, har doim qaytarganimdek Amerikanisda ortig'i bilan qiladi. 5 o'rindiqli pikap bo'ladi. Bu Ford F250 Platinum komplektatsiya bo'ladi. Men barlarni bitta ko'rsatib ketgan, kattaligini qarang. Bitta kichkinagina chamadon bo'lib turibdi. Men taxtalarni ham keyin ko'rsatib ketasan, mana shu bitta nazar solib o'tib ketaylik ukam. Mana qara, go'zalligini. 8 ta boltga qotirilgan ballon, 20 diska ballonda turibdi. Выхлопной sistemani ham ko'rsatib ketgan. Oyoq qo'yadigan tayyor qilib qo'yilgan. Bitta aylantirib ko'rsat. Orqada buni buksirovkasi qizuv, buksirovka 7 tonnagacha o'ynab kulib tortadi mana shu go'daski. Pony elektropaket bo'ladi. Bitta ko'rsatib ketaylik. Hop, bagaj hajmi 1000 litr atrofida. Anaqalar rozetkalarni ham ko'rsatib ket. Yana eng qizig'i zinalarga chon chiqadi, har doim bilasizlar. Mana tayyor. Mana hassachach, har doim aytganimdek. Qani bismillah. Hop, qadrdonlar, bizda 26 modellari ham bor. Bu 25 model bo'ladi. Shu videoni tagida yo'l kira bojxona yozib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar.